Burunqi zamonda bir kambag'al mo'mayning bir mushugi bo'lgan ekan. Bu mo'may kambag'al bo'lganligi uchun mushugini har xil taomlar bilan boqolmasimi, har holda osh qo'ymay kunda bir necha qitim non chaynab berib boqar ekan. Lekin bu mo'mayning bu mushugi nihoyat tamoxur bo'lib, o'z egisining baginiga zodila qanoat qilmaydi ekan. Biror narsa tashlab beramikin degan tamo bilan atdigandan kechgacha taloga chiqib, o'tgan kechganlarning qo'liga qarab yotar ekan. Bir kuni uning yiniga bo'ynida marvoyit mojonlari bor, tuklari yoltirab ketgan semiz bir mushuk kelibdi. Bu chaqda tamoxur mushuk xushomadchilik bilan: Assalomu alaykum hocam. Va alaykum assalom. Bu yerda yetibsan-ku. Aptap sinib yatdim shu. Sen kimning mushki? Men mush uydagi qari mo'mayning mushkiman. Sizmi o mushuk? Men bu mushuk. Lekin siz bak semiz ham chiroyli ekansiz. Men bo'lsam bak o'roq ham satganman. Ayting, siz kimning mushugi? Men mush yurtning xo'jasi, al-avomning bosh panohi bo'lgan ulug' shoh oliylarining mushugi bo'laman. Şunu siz semiz hem çıraylık kensizde. Bana mu az to'la g'amxo'rlik qilib qo'ysangiz qandaq? Men betalay kuniga bir necha chaynam non yeyman. Yerim och, yerim to'q yurib, qo'rsig'imning to'yib baqqanini bilmayman. Bo'ladi, ati mening yinimga borgan. Go'sht bo'ladi degan eshib-teshib turdi. Boshqa mushuklarmi mendan oshqonni yeb to'yib chiqib ketadi. Ati tomoqdan keyin kelganmiz ha. Rahmat sizga, rahmat. Men cho'qim borman. Bana qilgan yaxshiliklarınızı ölsem unutmayman. Ordaga beri her xil tamoqlarni yeb, toza bir to'y oladigan bo'ldim da. Uzundan buyon bu yo'qsul mo'mayning chaynab bergan oz to'li yemekligiga qo'zig'im to'ymay yuratdim. Mana endi esil taomlar bilan g'izolanadigan bu namurat turmuş bilen hoşlaşırgan buldum. Şah ordisiga borsam, yeydigan, içidigan narsalar degan eshib-teshib tursa. Qo'saqlarim to'yganda shohning qishidan kerilib uxlab ketsam. Bularni o'ylagan siri balduroq tong osi bo'ladi deb oldirab ketyapman. Şah alilerinin müşüge meni taklif qo'yib, o'zi ko'rmaydi o. Bo'pti. Shahning müşüge bo'lmasa bo'lmaydi. Ish qilib, o'rdaga kirib oldim o. Shuncha cho'ng o'rdadan men yigidek narsa tepilib qola. Men izlab boqay. Shah alilari tek o'rnidan turmabdi o. Qaraganda men baldir ketdi menda. Lekin mening qo'saqlarim echib ko'krab ketdi. Bumi bo'g'ini. Tamoq vaqti bo'g'icha mavi shotutni tutib yeb, qo'zig'imni go'llab turay. Qag'inini tamoq vaqtida oldirmay to'yg'izaman. O'g'ri mushuk. O'zing chashqon tutib halol kun kechirmay, o'g'irlik qilmoqchi bo'psan-da? Mening mushugim jenida o'zi qo'sig'ini o'zi beqib, men bergan tamoqqa nazar ko'zni sep qo'ymaydi. Sendek o'zi tirishmay, boshqalarning qo'li qarab, tamoqxo'rlikni o'ziga odat qilgan o'g'ri mushukni obdan bir adablab qo'yay. Voycan. Nem bo'lding? Qara seni. Ya chashqon tutib yemay, ya men bergan narsaga qanoat qilmay, baloxur nafsingdan keyni kirib, jazoyingni tortibsan. Esingda bo'lsin, o'z tirishib ishlab tepib yemay, boshqalardan bir narsa tamoq qilsa, mana mushundoq bo'ladi. Tamoqning keyni kama degan mushu shu.